Assalomu alaykum. O'zbekistonimni prezidenti, O'zbekiston xalqi, ko'rayotgan bo'lsa Qozog'iston prezidenti va Qozog'iston aholisi xalqi. Men o'sha Qozog'istonda qamalib yotgan Sardorni onasiman. Ey Allohim, shu bolam gunohsiz qamalib yotibdi. Sizlardan, prezidentlardan, xalqimdan so'rayman. Bu bolamda gunohi yo'q. Tuhmatlarda yotibdi meni bolam. Bu tuhmat ashidiylarni kim deyishi bilmayman. Meni bolamga shunaqangi tuhmat qilyapti. Hammasini Alloh bor. Meni bolamni shu kuyga solib, shunday qilganlarga ham Xudoyim jazosini bersin. Bu qizni ham ruhi shod bo'lib, u joyi jannat bo'lsin. U qiz ham axir Alloh yotgan yerida shularga bezovta qilayotgandir. Meni bolamda aslo gunohi yo'q. Prezidentim, sizdan o'tirib so'rayman. O'zbekiston xalqi, bu bolamda aslo gunohi yo'q. 3 farzandi bor. Meni boquvchimidi. Qanday bunaqa tuhmatlarga qoldi? Bolamni Alloh o'zing asragin. Sizlardan so'rayman. Bolamni ozod qilishini. Gunohi yo'q, gunohsiz edi. Shu yerlarda yurganlarga hamma analizlari to'g'ri chiqib ham, hammasi hech qaysi yomon chiqqan yo'q. Qonuni ham o'zimiz yurtdan borganda ham bo'lishi mumkin dedi. Qoni ham bo'lishi mumkin deb chiqqanda aslo aybi yo'q bolamni. Hamma ko'rayotgan bo'lsa, Qozog'iston prezidentiga ham, Qozog'iston xalqidan ham so'rayman. Meni bolamni boshida urib, shunaqangi o'laksa holatga keltirib bo'yniga qo'yganlarga Xudoyim bordir. Men onaman. Butun dunyoga aytaman. Meni bolam halol, pok edi. Hech bu ishni qilmaydi. O'zga yurtga borib, o'zga qizni bunday qilishiga Alloh hech qachon ishonmayman. Allohim ko'rib turibdi. O'sha Qozog'istondagi urib so'kkanlarga ham Allohimda jazosi bordir. Tuhmat qilganlarga ham Allohim bordir. Uchala bolasini Allohim duolari ijobat bo'lsin. Men uchala bolasini Noriyasadek o'tagini, ota-onasini, ayollarini dod deb dada deyotganlarni Alloh o'shalarga tuhmat qilayotganlarni boshiga tushmasa rozi emasman. Allohim o'zing ko'rib turibsan. O'shalarga ham shunday jazo